Akalar haydashinglarga shunaqa cho'tki bitta Gentra ko'rsataman. Narxlari ham hamyonbop. Shunaqa Gentra qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, shu videoni shuni otib qo'yinglar. 2022-yil 26-dekabrda chiqqan mashina salonda 3-paysi avtomat korobka, eng fuli 4 ta yaxshi yumshoq balonlar bor, gerbli laboyli qo'yib qo'yilgan, tonirovka rashenalari bor, eshiklarida, torpedkalarida shumkalari bor. Akalar sostoyaniyasi zo'r holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. $700 gazla qo'yib qo'yganman dedilar. Metan 4-pakelikni. Xo'p, probegi 70 000 km. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman. Optra Amerikanka faralari bor, ko'rishingiz mumkin. Mashinaning sostoyaniyasi ideal holatda bo'lib turibdi. Okelab, mana shu oldidan lyo'qki udar bo'lgan ekan, ichiga o'tmagan liboyustlarni olib kelib ko'rsatib yuborasizlar. Original kapot bilan krilo qo'yilgan ekan. Qolgan joylari xudo xolis top-toza, miyatina, sarapinalari ham yo'q. Hozir men sizlarga salonlarni bitta ko'rsataman, akalar. Hashkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu chexolni taqqanimga 1 oy bo'ldi dedilar. Yengidek holatda bo'lib turibdi dedilar. Mana probegi 69 000. Почти 2023-yil. Silen abagireflar bor, maytifonlari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda avshipkalari ideal holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa xudo xolis texnik ishi yo'q. Haydashinglarga tayyor, olasizlar, haydaysizlar gazlari bilan akalar. Bu yoqda avshipkalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda signallar ham yangi holatda bo'lib turibdi. Shundoq eskisini yechib, yangi chexol taqib yubordim deb aytdilar. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisi shunchalik o'lchat qilib, vнимание qilib, layklar bosib turibsizlar, joninglar sog' bo'lsin. Akalar, biz bu mashinamizni sizlarga $13 000 ga beraveramiz.